11-oy 11 oylik chaqalog'ingiz qiziquvchan bo'lib bormoqda. U harakatlanishga, atrofni o'rganishga va muloqot qilishga juda ishtiyoqmand bo'lib, ko'pincha kundan kunga yangi ko'nikmalarni namoyish etib, sizni hayratga soladi. Bu davr emaklab yurishdan to'g'ri yurishga o'tish oralig'idagi bosqichdir. Shu bilan birga ko'plab chaqaloqlar til o'rganish va ijtimoiy munosabatlarni tushunish borasida ham katta yutuqlarga erishmoqda. O'sish va jismoniy rivojlanish. Go'daklikning birinchi yarmiga nisbatan o'sish sekinlashadi. Barqaror rivojlanish davom etadi. O'rtacha hisobda 11 oylik chaqaloq oyiga 200-250 gram atrofida vazn qo'shadi. Bo'yi taxminan 1 santimetrga o'sadi va bosh aylanasi 0,5 santimetrga yaqin kattalashadi. Shu paytga kelib, aksariyat chaqaloqning vazni tug'ilganidagi og'irligiga nisbatan deyarli 3 barobarga oshgan bo'ladi. Rivojlanish bosqichlari: yirik motorik qobiliyatlar. Mebellar bo'ylab ishonchli harakatlanadi. Tayanmasdan qisqa vaqt turishga urinishi mumkin. Cho'qqayib o'tirib va yana tik turishni boshlaydi. Qo'lingizni ushlab, bir necha chayqaluvchi qadam tashlashga harakat qilishi mumkin. Nozik motorik harakatlar. Bosh barmoq va ko'rsatkich barmoq yordamida kichik narsalarni oladi. Yaxshilangan qisqich ushlash. Narsalarni idishga solish va yana qayta olishi mumkin. Ko'pincha qalin sahifali kitobni bir necha varaqlarini aylantira oladi. Ijtimoiy va hissiy rivojlanish. Kuku yoki qarsak chalib o'ynash kabi interaktiv o'yinlardan zavqlanadi. Parvarishlovchilarga bog'lanishni ko'rsatadi va notanish odamlardan cho'chishi mumkin. Ba'zi o'yinchoqlar va insonlarga nisbatan afzallik bildiradi. Til va aloqa. Tovushlar, imo-ishoralar va oddiy so'zlarga taqlid qiladi. Oyi, dada va boshqa tanish so'zlarni aytishi mumkin. Bu yoqqa kel yoki menga ber kabi sodda ko'rsatmalarni tushunadi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Har bir bola o'ziga xos tarzda rivojlanadi. Ammo 11 oylik farzandingiz quyidagilarni bajara olmasa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Emaklay olmasa, turish uchun tortina olmasa yoki tayanch bilan harakat qila olmasa, tovushlar yoki imo-ishoralarni takrorlashga qiziqish bildirmasa, o'z ismiga yoki tanish ovozlarga munosabat bildirmasa, atrofidagi narsalarga deyarli qiziqish ko'rsatmasa. Ota-onalarga maslahatlar. Ilk qadamlarni qo'llab-quvvatlang. Qo'llardan ushlab turish yoki o'yinchoqlarni ozgina uzoqroqqa qo'yish orqali turishni va yurishni o'rganishni rag'batlantiring. Tinimsiz so'zlashing. Narsalarni nomini ayting, harakatlarni tasvirlang va chaqalog'ingizni tovushlariga taqlid qilishga undang. Mayda qo'l harakatlarini rivojlantiring. Muvofiqlashtirish qobiliyatini oshirish uchun bir-biriga kiradigan idishchalar, kubiklar yoki yumshoq koptokchalarni bering. Mustaqillikni qo'llab-quvvatlang. Farzandingiz barmoq bilan yeyiladigan taomlarni sinab ko'rishga imkon bering va yordam bilan piyoladan ichishni mashq qildiring. Xavfsiz muhit yarating. Kichkintoyingiz tortmalar, javonlar va mayda narsalarni albatta tekshirib ko'rishi sababli uyni puxta himoyalang. Kun tartibi muhim. Rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va haddan tashqari charchashni oldini olish uchun kunduzi va kechqurun uxlash vaqtini doimiy jadvaliga rioya qiling.